Taza toy etemende turgan adamlar için açıp görsen, taza hocalıklar için yine narxlar ham zor çıkan, yine 1 kvadrat metre 120 bin 100 bin deb oturumuz, yine 80 bin so'mdan çıkan. Razmeri 3 metre 4 metre 12 kvadrat 80 bin so'm. Yine narx bulasa 1 milyona bar minuttu. Bu degani 960 bin so'm. 1 kilamiz. Ondan bölüp tölemeydiler. 3'e 4. 3'e 4'lik neçə so'mdan çıktı şu? Narx töle olsa 960 bin so'm. Bölüp alaman dese 160 bin so'm. Mesela günlük töleğine karın 5 bin so'mdan çıktı mı bunu? Mesela. Tamam. 5 bin 6 bin so'mdan çıktı. Mesela bir günde 5-6 bin so'm bir yerde taşasaz ya 10 bin so'm taşasaz. Bay balası bulma, pazar balası bol dedik. Gilemlerin en süvetlisini arzallaştırdık. En süvetlerini ekkelip sizlere Xuda kalasa çırayın narxlarda koyup verişe. Yaxşı mısınız? Sakla yaxşı mı karmı? Doğru boladı. 10 dana desek xatak o. Minlegen dükkanların içinden görüp gelip bemalol keng assortiment narxlari arzon chiqadi. Hozir birin videoda ko'rsatib o'tamiz. Endi bu yerda assortiment ko'p. Agam vitrina qilib qo'yibmiz. Vitrina ama hammasi Xudo xolasa asıl turganlari İran davlatidan kelgan gilamlar, Turkiya davlatidan kelgan gilamlar. Modein boshqa emas, narxi baxi bo'lmaydi. O'zi İran bo'ladi, o'zi Turkiya bo'ladi aga. Hozir etiketkalarni ham ko'rsataman yine. Obunachilar, yine saçakı, yine zıçlıkı. Obunachilar e'tibor etinglar. Chetinde kojası yok. 30 noyabrgacha 480 bin so'mdan hech edib yo'q narxdan qo'yib beryaptilar. Xudo xolasa bemalol narxi bo'yicha, sifati bo'yicha bu yerda raqobat etib bilamiz. Xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Tushundim. İran'nikida. Chistin İran'ning o'zidan kelib turgan. Bu gilamimiz yine Türkmen qalıdan bo'ladi. Bunun içine viskoza qo'shilgan 1200 darak. Assortiment ko'p. Videoni o'tirming ko'rib tursanglar, Xudo xolasa bir like'larni bosib, sifati zo'rini 480 bin so'mdan qilib beramiz. Keladilar. Xarid etadilar Xudo xolasa. Pul yetmeyishi mumkin. To'g'ri gaplashaverish şey. Taza xo'jalar qo'yaman deganlar uchun. Qo'ychilarimiz uchun bir chiroyli narx qo'yib beraylik shu O'zbekiston o'zida. Narxini bo'lmaymiz, aga, yechimini qilib qo'yibmiz. Laminat etdilar. Misol, uyingizni laminat etdi-ku. Laminatlar qalin döşəsəniz dayıq ketadi, lekin bundan döşüdən bo'lsa, bu doim yəni girgan yerlərə, misol, yerlərə, kuxnilərə, şunu böyle yəni qırqıb döşüdən joylab şu iş narsadan döşəşlərinizə mən tavsiyə verəmən. Narx cihetinden vapşim gülgülü narxda bu tuttudan. Hele bu yakın arada 400 bin so'm, 500 bin so'mdan İran, Türk satkan adamı, oğan adamı işitmeyendi, hiç kim. Şundan ikinci etajınızda assortiment köp ekan, doğru mu? Xudo xolasa bir deyi bu gilamlarimiz taza xo'jaliklar uchun chiqqan. Bular neçə so'mdan başlanadi o'zi bu? Kvadrat metri 80 bin so'mdan, aylık to'lovuna gelen adam bo'lsak 280 bin so'mdan chiqadi. 6 oyda qutuladilar bular çalışan. Ham eslatib o'ting. Xohlagan joylarini qiziq ko'rsinlar. Ana aytganimning ko'ri bo'sh emas, so'z isboti bilan va etiketkasida gilam bozorda keladi, boshqa adam uyida bo'lmaydi, boshqa adam bunu satmaydi. Hamma uchun endi o'zimizni brend etib olamiz. Narxlar ham arzon chiqqan. Eslatib o'tamiz obunachilar. Bizlere aksiya chegirma deymiz, shart emas. Bizda xohlagan vaqtda keladi, şu gilamlarni ana zavoddan kelib sotaman-ku. Üstüne faizimni qo'yaman, foydalanaman ba'zida. Foydasi bo'lmaydi. Tamam. Qo'yib faizimni gap shundan chiqaveradi. Bizda yillik shartnoma bo'ladi. Ketaveradi. U bahoni chiqarib tushirib bir kun kelsa, size 30 mingdan sotib, qo'nishingizga 32 mingdan sotamiz. Ochib ko'rsat. Oshunni. Bize görsatsiz hozir sizlar o'rgirib bilinmiz, hammasi ona desem 2 kun ko'rsatib berishimiz kerak lekin beyler. Gilam bozor deydi. Türk bozor görmedik, giyim bozor görmedik, lekin gilam bozor görmedik. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugün sizlere gilam bozor hakkında chiroyli video chiqarib beramiz. Gilam bozordan necha gilamlar bor? İrandan, chetdan kelib turgan gilamlar bor ekan. Hozir bularning narxlari bilan bir yerlikda sizlar bilan tanishtirib o'tamiz. Hech yerda qilinmagan narx, hech yerda bo'lmagan narxni qilib beraman dedi. Fakat temadamiz kanalına obunachilari uchun. Obunachilar, sizlar uchun Xudo xolasa gilamlarning eng sifatlisini arzonlashtirdik. Eng sifatlarini ekkalib sizlarga Xudo xolasa chiroyli narxlarda qo'yib berishga chiroyli narxlarda qo'yib berishga harakat qildik. Like bosib, bizani kommentariya yozib, qo'llab-quvvatlab tursanızlar, Xudo xolasa gilam bozordan bugungi gilam narxlarini ko'rsatib o'tamiz. Tayyor bo'lsanızlar ekrana yaqinroq kelinglar, bir like bosib qo'yinglar, bizlar videolarimizni boshladik. Gilamni turi bor, soni ko'p, sifatini ham Xudo xolasa javob beramiz deb turibdilar. Chetdan kelgan gilamlar ham hammasini bir qator sizlarga hozir ko'rsatib o'tamiz. Narx-navolar nishib bo'lib turibdi.
gilam bozor deganicha bormi, yo'qmi? Hammasini sizlarga bugun yoritib berish harakat qilamiz. Tayyor bo'lsangizlar, makaranglar like bosib, obuna bo'lishingiz yoddan chiqmas. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Harmon. Sog'ligingiz yaxshimi? Siz ham endi bir nima taqib qo'yamiz endi chiroylatib, ay? Mikrofonmi? Mikrofon taqamiz. Qarang. Endi Xorazm viloyatida gilam bozorda ochibsiz. Eshitdik. Gilam bozor degandan keyin endi boy bolasi bo'lma, bozor bolasi bo'ldi deydi-ku. To'g'ri. Endi ağa maqsadimiz xudo xolasa bozor ochishdan o'zlarimizga asosiy xalqimizga manfaatli bo'lishi kerak. Kuru yama ya xalq emas-ku. O'zim ham foydalanishim kerak, lekin xalqimizga arzon etib baholarni chiroylatib qo'yamiz. Xudo xolasa. Baho bo'yicha, sifat bo'yicha libo yerini solishtirib, masalan, yuzlagan, minglagan do'kon bor desak bo'ladi. To'g'ri bo'ladi. Do'kon ko'p. 10 dona desak xato-ku. Minglagan do'konlar ichidan ko'rik kelib bemalol, masalan, bozorda ochganimiz sababi gilam magazin falan desam, bir brend satishim kerak aslında. Lekin bozor degandan keyin kuru ya daroshga sotilma, masalan, magazin desam, bozor degandan keyin gilamga toliqlanmay bo'lishi kerak. Menda bo'lishi kerak gazon, kavralin, daroshga hamma. Shuna xudo xolasa gilam bozorda qo'ydik. Parkovkadan muammo bo'lmaydi, ağa keladilar, bemalol joylashib, issiqdan, suqdan, yomg'irdan, qishdan nima deydi. Xalqimiz uchun-ku. Rahmat. O'zim ham manfaat ko'raman, masalan, mijozlar keladi, bemalol orqadan kelib, xarida qiladi. Yozgi salqinlar joyda chiroylatib xarid qilaveradilar. Magazinga kiradilar, keng assortiment, narxlari arzon chiqadi. Hozir birin-birin videoda ko'rsatib o'tamiz. Endi bu yerda assortiment ko'p. Magazinimiz 2 qavatli, defalardan boqa. Xudo xolasa hozir ham chiqib ko'rsatamiz, bir yandan ko'rsatsak. Bu gilam, misol sizda antikvariyalari bor ekan. Bu nerniki, shuni tushuntirib o'ting. Ağa vitrina qilib qo'yibmiz. Vitrinama hammasi xudo xolasa osilib turganlari Iron davlatidan kelgan gilamlar, Turkiya davlatidan kelgan gilamlar. Modein boshqa emas, narxi baho bo'lmaydi, o'zi Iron bo'ladi, o'zi Turkiya bo'ladi ağa. Hozir etiketkalarni ham ko'rsataman, ening. Obunachilar, ina sochaki, ina zishligi, obunachilar e'tibor etinglar. Chetida qo'jasi yo'q. Iron davlatining g'olisi. Bu xudo xolasa 650-700 ming so'm sotilgan gilamlar. Chisti Iron bolalar beradigan narsani ko'rsatinglar. Bular ham Iron, bular Marokan stilda Iron davlatidan chiqadi, ina. Marokan stilda. Bularning metr kvadratini kvadrata keladi axir, Kvadrat havo. Bularni 30-noyabr, hozir bugun masalan 7si bo'lsa, bugun ertaga videosini chiqarsangiz, oyning oxirida bu degani xudo xolasa obunachilar narxlari 600-700 ming so'm sotilgan. Havo, u degani ko'p miqdorda oldirdik. Xohlasangizlar, bir dona xohlasangizlar, 10 dona xohlasangizlar, 100 dona qilib beramiz. Obunachilar keladilar. Chistin Iron davlatidan kelgan Iron gilamlarni dizaynini farqi yo'q ening. Originallarini oladilar, magazinda bor. Razmerlari, daroshkalari ham bo'ladi. 480 ming so'mdan aytadilar. 480 ming so'm. Hava, noyabr oyinadim, xudo xolasa shunda. 30-noyabrgacha 480 ming so'mdan hechida yo'q narxdan qo'yib beryaptilar. Xudo xolasa, bemalol narxi bo'yicha, sifati bo'yicha bu yerda raqobat etib bilamiz. Xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Dizaynlar ham buning orqasidan bor. Masalan, hozir bu yerda Vibur ko'p. Bu tarafda mana dizaynlari hozir bir yandan ochib ko'rsatsa bo'ladi endi. Bular xudo xolasa. Bu nenniki shu? Bu ham Marokan stil shu Iron davlatidan chiqadi. Masalan, bu 400 chadan dedingizmi? Bular o'zi 650 ming so'm, 700 ming so'm sotilib turgan, realni sotilib turgan. Buni Toshkentdan odamlar biladi. Xudo xolasa endi bize to'g'ri Iranni o'zini oldirib turibmiz. Xudo xolasa to'g'ri furada keladi. Masalan, qarang, bu ajlarimiz keladilar 480 ming so'mdan oyning oxiridan olsalar bo'ladi. 480. Havo. Buni xudo xolasa Xorazmda o'zim dillerchilikni haq qo'pma. Bu to'g'ri rastamoshkadan o'zimga chiqadi. Buni o'ngi tersi degan gap yo'q, Gulvona qarab qoldi. Yo'q, bular chistin Iron davlat. Ha, qarang yana. Masalan, dillerchilikni yaqinda oldik, endi ishlab boshladik. Hali avval Iron satmaz edik, haqiqat. Iron Turkiya gilamlari hozir endi gilam bozoriga kelasizlar. O'zbekistonniki-ku dumku, lekin Iron bilan Turkiyani ham qo'shdik xudo xolasa. Sizlarga ekranda nomer ham qo'yib beramiz. Undan tashqari videoni oxirigacha ko'rib tursangizlar, manzilini ham tushuntirib o'tamiz. Qani shu bir g'olni gulini ko'rsatib bering qani. Bu neni g'olisi bu? Shu haqiqiy Iron bo'ladi. Bu Ironniki, ha? Gulini qarang, bu boshqa. Chetlarini ham ko'rsatinglar. Bu haqiqiy Ironlarda adashmanglar, obunachilar, sochaq bo'lgan bilan qo'jasi bo'lmaydi. Masalan, boshqa sizga Ironda ina qo'jali, boshqa Iron deb sotib berishi mumkin masalan. Ya bolalar ya boshqasini. Masalan, mening magazinim ya boshqa yerda, ular undan bo'lmaydi. 200-300 ming so'm Iron davlatidan chiqqan g'olib bo'lmaydi, masalan. Bu azlar o'zi qimmat edi.
Hazır Rastamoshga arzonlagan sababini bizlar ham narxini arzon qilib beribmiz da. Bu şu puldan 480 ming so'm. Keladilar. Buni zichligi vobshim zich qoli bo'ladi. Eslatib o'tamiz. Benetlik 1 santam chiqmaydi. 0.8lik gilam bo'ladi bular. Chisi iranskiy qolilar. Xohlagan o'lchamini beramiz. 4 9 adım bor masalan. 3 4 demak kichkinalar demak keladilar. 480 ming so'mdan obunachilar 30-shu noyabr adim kelib xarid etishlaringiz mumkin. Xudo xolasa. Hava kelasizlar, xohlasangizlar bunda kichkinalari bor, xohlasangizlar daroshkalar ish qilib, haqiqiy Iran. Koreyan, Ironda yozib qo'ygan O'zbekistonning vajini berib Tushundim. İran'dakidan. Çizsin. İran'ın o'zidan kelib turgan. Bu gilamimiz yine Türkmen qoladi bo'ladi. Buning ichine viskoza qo'shilgan 1200 darak. Endi buni olib yurgan odamlar biladi. Ular endi videoda ko'rsatib o'tishimizdan kelib bemalol xohlagan turdagi gilamlarini xohlasa İran, xohlasa Turkiya aytib o'tganimiz, turetskiy gilamlardan ham ko'rsatinglar. Onunga anlamatib bersara. Endi Turkiya ham bor, bu yerda hozir Iran bor, O'zbekistonda chiqib turgan birdamas 200 zavodni gilamlari bor. Assortiment ko'p. Videoni o'tirming ko'rib tursanglar, xudo xolasa bir like'larni bosib, ham manfaatli donishlarni yerib qo'ysanglar, masalan, gilam olaman deb yurgan odamlar bo'lsa, xudo xolasa bemalol kelib bozorimizdan olishlari mumkin. Bu ham Ironaga. Buni ham narxini shunday narx aytib beramiz. Gulini, nasini qarab sotimiz, sifati zo'rini 480 ming so'mdan qilib beramiz. Keladilar. Xarid etadilar, xudo xolasa. Endi Toshkentga borib olishlari shart emas, ağa. Doğrusunu aytaman. Hamma bu o'zi Toshkentda ikkab o'tiribdi, lekin yana borsam, masalan, 500-600 mingni oladi, yo'l puli bor. Ya bir yo'lda qolib, bir yerlarga kelsa, masalan, yoqmaydi hech kim. Og'andan keyin yo'lni ishi to'g'risi. To'g'ri lekin. Bizlar ham masalan necha bir qoli keladi, beri nasib turib. To'g'risi, u yo'lni ishi-ku. Buni bu ham tarafidan asos ishib, bu xudo xolasa bu Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan emas. Xudo xolasa bular ham Turkiyadan kelib turibdi. Buni ham gullari ko'p bo'ladi. Mikropolister deb aytiladi bu. Bu akril bo'lmaydi, eslatib o'tamiz. Buni daraki 1000 darak bo'ladi. U sizga 1200 1000 darak bunda chiqmaydi. Masalan, bular 1000 darakli bo'ladi, lekin bular narxi 400 ming so'm. Ochib ko'rsatinglar boshqacha gullarni. Bundan tashqari o'zimiz O'zbekiston g'ollaridan bir chiroyli narx qo'yib berasizmi bugun? Bularni ava depada ko'rsatamiz. Bizga xudo xolasa O'zbekiston gilamlarini ham aytibman-ku. Dilerchiliklarni naq ko'pmiz, bizlara brendi bo'lib keladi. Xudo xolasa yo'q, bular turetskiy. Turetskiy. Turetskiylar shu ko'pchilik ishining xaytik, klassika gullar ham bor. Endi bular aralash keladilar. Boshqacha vajagan lekin bu. Keladilardan eshig'olini ochib ber, mana 400 ming so'mdan foydalansalar bo'ladi obunachilar. Bu obunachilar e'tibor etib qaranglar, qalinligi, Warson balandligi 1-1.2 chiqadi. Gullari Iranning dizaynini o'xshaydi, lekin turetskiy qoli, chizsin, razmerlari 3,5 metr, 6 metrlik qoli. Buni zishliklari ham zo'r ening. Dizayni boshqasi haqiqiy ening cho'kmali bo'lib ishlangan bo'ladi. Narxlar ham zo'r. Buni qalinligi qalinda, bularning ening qayteklari ip qarakku. 1000 darakda chiqadi obunachilar, eslatib o'tamiz. Narxlari 400 ming so'mdan kelib, xohlagan razmerlaringizni xarid etishlaringiz mumkin. Xohlasa gullisini, xohlasa emin qaytekini masalan. Endi bir obunachilar uchun yana bir arzonroq variantlardan ham ko'rsataylik. Ko'pchilik insonlara Iran, turetskiy narsalarni misol pul yetmeyishi mumkin. Doğrusunu doğru gaplashaverish. Toza xo'jalar qo'yataman deganlar uchun, qo'ychilarimiz uchun bir chiroyli narx qo'yib beraylik-da shu O'zbekiston narxini bo'lmaytamiz. Ağa yechimini qilib qo'yibmiz. O'zbekistonni xohlagan turdagi gilamini kelib tutadi, metraj bo'lami, qavralaymi, daroshkasimi keladilar. Biz bir oydan 6 oydan bo'lib beraveramiz. Bu degani ustuna faiz minmaydi, kredit hisobida bo'lmaydi. Bo'lib beradi. 6 millionlik vajalaslar obunachilar eslatib o'tamiz. Masalan, 6 million oldingiz. Bir oydan 6 aydan şu 6 ay gelirsak 1 milyondan bölüp to'laysizlar. 1 milyon 10 ming so'm chiqmaydi. Lishi pul qilqilmaydi. Her ay yakka pulni to'lab ketaverasizlar. Endi vajarimiz geldi. Endi boshqa ko'pchilik yerda yo'q. Bizlar ham oqshom tushirdik. Yine bularning orqasi ne bo'ladi? Rezina uyat. Bularni bir kvadrat, bular O'zbekiston. Bularni bemalol shu qarza kelib olishlari mumkin. O'zbekistonda ishlab chiqargan. Bularlar sal qimmatroq lekin 200 ming so'mdan chiqadi. 200 ming so'mdan. Hava 200 ming so'mdan. Bu ya uyni ko'pchilik odamlar avvalla masalan korpus tashiydigan nelar bor? Misol obunachilar bo'lishi mumkin. Laminat etdilar. Misol uyingizni laminat etdi-ku. Laminatlar g'olin döşesangiz doyib ketadi, lekin bundan döşiydigan bo'lsa, bu doymaydi, yani girgan yerlari misol nelerine, kuxnilara, şunu böyle yani kırkıp döşüdüğün joylar bak. Şu narsadan döşeşlerinizi ben tavsiye beraman. Ne için desem ben özüm ben korpusumda şimdi laminat baradı. Ağlı yingnalı basıptı var. Balla oynadığınlar kala vardı.
İma qarang, endi bunisinin narxi 20 ming so'm farq etadi. Bu uji oni shaggi qilib puxli bo'ladi bu. Xohlasangizlar buning variantidan, xohlasangizlar buning dizayni, razmerini ku cheklavi yo'q, aga, lekin o'zlari kelib 7-8 qilondan tanlab, imundan ber deb olishlari mumkin. Bular chesin reziniy bo'ladi, bular puxlilari. Bu degani Bu necha so'mdan bu? buniki 220 ming so'm. Masalan, men 1 metrlikini 10 metr olsa, 10 kvadratiz 2 million 200 ming so'm pul bo'ladi. Uni bo'lib to'lashi bor. 300 mesela 66 bak 367 ming so'mga yaqin pul chiqadi. Her ayda 367 ming so'mdan bölüp töleveradi. Doğru. Bir ayda 6 ayda. Qalasa 3 ayda yapıp ketsin, qalasa. İndi ya 5'e 3'lik, 5'e 4'lik qalança so'mdan bo'ldi. Ularni şatan. Ularni depede görsətəmiz. Hozir bu yerda endi sal ne desem sifati vapshim ela bo'lgan vaziyatni ko'rsatibman-ku, lekin shu vaziyatning ham sifati naqd jihatidan vapshim gulgulni naqdlab bo'lib tutdi-da. Hali bu yaqin arada 400 ming so'm, 500 ming so'mdan Eron turk sotgan odamni, olgan odamni ham eshitmayandi hech kim. Doğru lekin. Men o'zim ham Toshkentda borib qiziq ko'raversa, lag'alla Toshkentda ikki tutdi. Hali bu Xorazm uning girib kelmadi. Bo'lsa ham sizda olib satsalar bo'ladimi? Bemalol keladilar, shu aytgan narxda xalq ham beraman, sotuvchi ham beraman. Nechun deganda shu narxni men chiqarib qo'yibman-ku. Men to'g'ri xudo xolasa ikkab o'tiribman hamma vazni. Dillersiz. Ava, dillersiz va mana to'g'risi bu vaziyatni hammasi zavodning vaziyati bo'la. Beda durganlar mana momasiz beradi, men ham momasi xalqqa tarqataman. Tushundim. Shuning hisobidan O'zbekistonning vaziyatini ham o'zaro kelishi, mana hammasini nasiya savdoga chiqarib qo'yibmiz. Bir pasport, bir plastik ikkalasi obunachilar ishlaringiz bitib ketaveradi xudo xolasa. Hozir MITdan qarz olib pul to'lamay yurgan odamlar bo'lsa bo'ldi. Shundan ikinci etajınızda asortiment ko'p ekan-ku, to'g'rimi? Xudo xolasa bu yerdagi asortimentimiz mingdan ortiq. Endi turlari, nalari, xudo xolasa shu Urganchdami, Xorazmda desak ham bo'ladi. Xorazmda shu katta bozorlardan gilam bo'yicha birimiz xudo xolasa endi yana bir vazini eslatib o'taman. Bu birinchi filialimiz obunachilar, ikkinchi filialni ochdik. Bu ikkinchi filialimiz Dekkan market yanında, keyingi videolarda undan bir tushiramiz. Xudo xolasa tushunchaytib boramiz. Olimpiada stadioni yanında xudo xolasa. Bu gilamlarimiz toza xo'jaliklar uchun chiqqan. Bular necha so'mdan boshlanadi o'zi bu? Bu gilama kelsak, toza xo'jaliklar uchun chiqqan. Razmeri 3 metr 7 metr. Bu da 21 kvadrat metri 80 ming so'mdan. Oylik to'lovına gelen adam bo'lsak 280 ming so'mdan chiqadi. 6 oyda qutuladi ablachilar. Shuni ham eslatib o'ting. Masalan, cho'zib to'lab bermaydi. Hozir masalan 6 oy ham gel qoladi-ku, darat qutulib tashlaydi xudo xolasa. Tushundim. Bularni qarang, guli bir-birini o'xshamaydi, neobishli variantlar ko'p ekanda sizda. Endi ko'p bu yerda hozir qo'ldan kelgancha yayib ko'rsatadilar. Endi men pullarni aytaveraman. Aytavering. Tideyini 80 ming so'm kvadrati bo'lsa, ibuji sochaqli qo'jalik qalin vaz bo'ldi bu. Razmeri 3 metr, buni 8 metr. Sochaqli qo'jali original vaz bo'ladi. Buning narxi 135 ming so'mdan bo'ladi. 135 ming so'm. 130 ming so'mdan aytib beramiz. Yayatırgan necha so'mdan bo'ladi, xudo? Bu yayatırganı bu turetski narxli. Buni hozir aytamiz pulini. Keling, obunachilar boshda bo'ldi desa, bu 130likning kvadratini o'zlari chiqarib olaveradi uni. Xudo xolasa eslatib o'tamiz, 80 minglik bo'ldi, 130 ming so'mlik bo'ldi. Bularning ipek g'oli bo'ladi bular. Buni etiketkasini ham ko'rsatib ber Zafarbek. Bu xudo xolasa xohlagan joylarini qiziqib ko'rsinlar. Bu ana aytganimning ko'rib bo'sh emas, so'z isboti bilan va etiketkasida gilam bozorda keladi, boshqa odam uyida bo'lmaydi. Xohlasa birinchi filialdan, xohlasa ikkinchi filialdan oladi. Agar buni gold svet yoqmaydi, meni oboyim hozir toza rangda chiqdi, uni qayta go'k o'tgani deydi bo'lsa, Ona yechim qilib qo'yibmiz. Yine bir xil emas, xohlasa yine go'k svetini olishlari mumkin. Buni mana etiketkasini ko'rsatinglar. Bu ham shu brendi g'olib bo'ladi. U sizga yegandan yipka vajbari boshqa bo'lmaydi aga. Zo'r yerlari men zavoddan garantiyasi bilan olaman gilamlarni. Bu necha so'mdan o'zi bu? Narxlari 170 ming so'mdan chiqqan. 200-250 deb o'tiramiz, 170 ming so'mdan. Eslatib o'tamiz obunachilar. Bizlere aksiya chegirma degan shartimiz, bizda xohlagan vaqtda keladi, shu gilamlarni ana zavoddan kelib sotaman. Üstüne faizimni qo'yaman, foydalanaman ba'zida. Foydasi bo'lmaydi. Summada. Ha. Qo'yib qo'yman faizimni, gap shundan chiqaveradi. Bizda yillik shartnoma bo'ladi. Ketaveradi. U bahoni chiqarib tushirib bir kun kelsa, size 30 mingdan sotib, qo'ng'ishingizga 32 mingdan sotamiz, ochib ko'rsat. Ha shunday. Bu ham meni hammasi brendlar bosilgan bo'ladi. Xudo xolasa bu vaziyatni boshqa yerlarda ko'rmaysizlar. Buni ochib berib etiketkasini ko'rsatinglar. Yine. Sağ. Bom zo'r. Bular egizak gullarni aytib turibmiz. Bularning narxini ana
pastda Turkiya degan, bu İran degan-ku. Narxini indi aytaman-dan hali. Buni sifati ikisini ham qalin yaxshi emas. 1 kvadrat metr 170 ming so'm dedim. 21 kvadrat obunachilar. Oylik to'lovi 595 ming so'mdan chiqadi. Ana. O'zlari ham hisoblab ko'raveradi. U degani 21 kvadrat-ku. 40 kvadrat olam 10 mi? Geladi 170 ming so'mdan o beriladi. Ya qo'lni 5 ming so'm qo'shing, ya 200 dan beraman degan yo'q. Bizda ne standart razmerlar ham bor. 3.7,5, 8 masalan. Hamma o'lchamlar bor. Yana ochib ko'rsatinglar ana. Gilamlarni ko'p. Aç qizil gilamni ham ochib beringlar. Bu ham mening toza to'y atamanda turgan odamlar uchun ochib ko'rsat. Toza xo'jaliklar uchun mening narxlar ham zo'r chiqqan. Yana 1 kvadrat metri 120 ming, 100 ming deb o'tiramiz. Yana 80 ming so'mdan chiqqan. Razmeri 3 metr 4 metr 12 kvadrat 80 ming so'm. Yine narx xulosam 1 milliona bar minutda u degani 960 ming so'm. 1 gilamiz. Uni ham bo'lib to'laydilar. Chencha bu? 3'e 4. 3'e 4'lik necha so'mdan chiqdi shu? Gelip naq to'lab olsa 960 ming so'm. Bo'lib olaman desa 160 ming so'm mesela. Endi qarang, gullik to'lovini qarang. 5 ming so'mdan chiqib turibmi buni? Mesela. 5 ming 6 ming so'mdan chiqadi. Mesela bir kunda 5-6 ming so'm bir yerda tashlasangiz ya 10 ming so'm tashlasangiz ochib ko'rsat qizillanib. Bu degani bir oyda yillab shuni kelib bemalol bir pasport, bir plastik evazini gilam bozordan ana kelib arizatishlari mumkin obunachilar. İmkan kadar yüklerini tez aldırtırmız. Bunam görünler bu vapşim saçaklı kozalığına 2-3 adam götür adam evet. Bunam razmeri 3 metre menimçe 8 metre bu yine 3 kilo bakı. Bir yandan çıkarak gönderdi, bir yandan tömleyerek abunaçılar dönedi. Bunu neçe sondan bu? Bunu 1 kvadrat metri 250-300 ming deb oturmuz ana. Kvadrat metrini aytganim ne zor naqsa çıkarıp koyumuz 200 ming so'm. 24 kvadrat bo'ladi yine hesaplab beraman. 24 200 ming so'm. 4 milyon 800 ming so'm gelip naqd berib olib ketasiz ana. Xudo xolasa, agar yo'q, naqd yo'q, ya ozginasini beraman, ya eldinden to'lov shart emas o'zi asli. Bo'lib to'layman desangiz ham bir zal bir ana dalanıza doğru keladi, oylik to'lov 800 ming so'mdan obunachilar. Ana. 800 ming so'm. 800 bir ya 810 dan ham to'lamaysiz. 6 oydan keyin 4 milyon 800 ga bo'lib to'laysizlar. Ustidan qo'shilmaydi, kredit ham bo'lmaydi masalan, foiz ham minmaydi. Başını geladilar. Sizlerde turi ko'p ekanda qalini. Viber assortiment dim ko'p. Endi bizlar ham hali qo'ldan kelgancha aytib turibmiz, lekin hammasini ham yoyib usbit olamiz. Ochib ko'rsatinglar, men 1,5 ni hisoblab beraman yana. Bu ham nerniki bu? Bu sak zavodni gilamlari bo'ladi. Bu brendi firma. Buni hammasi biladi. Ko'rsatib turganlarimiz sak zavoddan. Xudo xolasa keladilar. Bular ham qalin yaxshi vaz, bularni kvadrat metrlari ham mening chistin, pastdan İranning qo'llari bor-ku. Shuni dizaynida, İranskiy deb sotaman, dizayni İranskiy, haqiqiy original vaz bo'ladi. Narxlari 1 kvadrat metrining xohlasa ipakini oladilar, xohlasa poliesterini oladilar. Buni etiketkasini ko'rsatib ber. Necha so'mdan bu narx? Bularning narxlari dim og'ir zo'r vazlar 220 ming so'mdan chiqqan. Gelib bozorimizdan xarid etishlari mumkin. Bunam razmeri 3 metre 8 metr. Ana 5 milyon 280 çıktı. Aylık to'lovi 880 ming so'mdan obunachilar. Her ayda. Hava her ayda 880 mingdan bo'lib to'lab berasiz. Açıp ko'rsat gulini. Keladilar, xohlasa O'zbekiston, xohlasa Turkiya, xohlasa İran, hammasi asl gilamlar. U ya garantiyasi yo'q, soching nakkaladan ve satmam ben doğrusu. Hisob. Xudo xolasa keladilar, menden liboy qolim, ishi qolimmi 10 yil 15 yil ishi qolima garantiya beraman. Yipqalarına 5 yil garantiya beraman. İran gilamlarini aladan olsa 20-30 yil bemalol lazzat döşiydilar xudo xolasa. Bu acıma menen zo'r. Bundan pulni aytmamın sebebi bu 220 ming so'mdan chiqadi obunachilar. Gerek kvadratını gelip o'zlaringiz to'g'risida. Bularni ham ochib beringlar. Yimundan bağa yine taza zavuttan taza yüklerini girizdik. Köpsel upakovkada indi satıp başladık. Peste daroşkeler ama güllerini açıp Bu neçe so'mdan bu? Bularning narxini, bular ham ipek narx oladi. 400 arkalari paxta, yayganda Türk maqolida induradi. Qatib yatmaydi bular. Bu sıkıntı ko'rsatading videoga bir safar bek. Keladilar, gülünü diniqligini ko'radilar ağa. Bularning kvadratlari mana hozir etiketkalari bilan ko'rsatadilar. Original vaz bo'ladi. Ham cho'kmali bo'layni. Narxlar ham buning xudo xolasa zavoddan oldirdik. Endi hech kimda yo'q deb 350-400 ming so'm satsak bo'ladi, lekin aytibman-ku, zavoddan ikkalama ağa
üstünün faydasını koyama, faizini çıkarama. 250 ming so'mdan chiqardi. Geladilar xohlagan o'lchamini, daroshka deymi, açber, geleme deymi, geladilar. Shu masalan 250 ming so'mdan xohlagan turini oladilar yani. Bu ajda Xorazmda, Urganchda, Yechirda yo'q. Ne yapmıştı ekanlekin bu? Ne yapışni va? U etiketkalarni ham ko'rsatib beringlar. Bizani Gilam bozora spes zakaz keladi obunachilar. Yana eslatib o'taman. Buna ham shu puldan berasizmi buni? Bo'lsa gap yo'q. Keladilar 250 ming so'mdan kvadratini oladilar. 3 milyon 750 ming so'm chiqib turibdi. Qarang. Yine bundan xohlasa O'zbekiston-ku oylik to'lab beraman. Turk Eron bo'lmasa bo'ldi. Ana 625 ming so'mdan obunachilar. Bir dona gilam mening 625 ming so'mdan agar gullikida desa yine zo'r g'oliba 20 ming so'm, 21 ming so'mdan chiqib turibdi. Nechenchida dedingiz hozir shuni? 3'e 5'lik gilamlar. 3'e 5'lik. Lekin hamma razmeri bor. Hamma Kattasi 4'e 8 adım gelgan, peste doroshkalaridan bor, 50 santidan 2,5 metr adım. Xohlasa buning dizayni oladi. Xohlasa peste dizayni. Etiketkalarini ko'rsatib ber gilamni. Bu zo'r ekan. Xohlasa boshqa yerlardan javob top bilmasdan yana spes zakasa keladi avajina. Obunachilar, endi gilam bozordan sizlarga chiroyli videolarni qilib turibmiz. Hozir qo'ldan kelgancha sizlarga g'ollarni ko'rsatdik. Bu yerda undan ham ko'p g'ollar bor. Hammasini bizga ko'rsatish hozir sizlar o'rganib bilamiz. Hammasi, ona desam 2 kun ko'rsatib yurishimiz kerak lekin bu yerda. Hozir ko'rsatamiz desak. Endi qarang, hozir yana ko'rsatib turibmiz. Hozir netsa ikkinchi filialimizdan borib bir eldindan mestasini momanda tushuntirib bu videoda ham aytsak bo'ladi. Xohlasangizlar, kimga qaysi qulay bo'lsa, obunachilar xohlasangizlar Dekkan marketda yonidan olishingiz mumkin. Xohlasangizlar bu yerda chekka parnik ko'cha aytdingiz-ku. Bu yerdan ham olishingiz. Havo, kelasizlar, hammasida bir xil vaj, bir xil assortiment. Xohlasa Eron deydi, xohlasa Turk, xohlasa O'zbekistonning. Bu yerda assortiment ko'p. Bozorga borsangiz, masalan, birini ko'rib birini olasan deydi-ku. Bu yerdan mingni ko'rib birini olasan, orqaga kelaverasiz, xudo xolasa obunachilar. Bolalar hammasi xizmatda qarang, dastavka, ustanovka, qirqib, tikib berishdan tushgan. Onlayn savdolar. Biri mesela Rossiyada o'tiribdi, telefon qiladi, WhatsApp, Telegramda podarka dedi, ertang dedi, bir doğulan kun ya bayram dedi, bo'ldi. Men bolalarni yubaraman uyina, falan razmer bo'ldi. Kartadan pulni o'tiradi, muammosi yo'q aga. Yo, shular masalan g'olning ichida bo'ladimi, addenni bo'ladimi? Shular hammasi ichida. Ularni doğrusu bize bozorda tutmizku, endi videolara chiqib yurmaysiz. Biz endi birinchi video qilishimiz, yana keyin davom ettiramiz. Keladilar. Bu niyozlarni bizda so'rab o'tirish shart emas. Bizda u niyozlar 100% bor. Ana keladilar, savdolashgandan keyin bir dona joy namozini podarka berib beramiz. Xudo xolasa. Rahmat. Salomat bo'lg'aysiz. Ko'rsatmasi yo'q. Chiroyli bo'ladi, xudo xolasa. Endi obunachilar ekranda nomer qo'yamiz, WhatsApp, Telegram nomerlar qo'yamiz. Xolasangiz to'g'ri chetda o'tirgan bo'lsangiz ham to'g'ri shuni chiqasiz, ishingiz bitadi. Uy toza joyim bor edi yoki bo'lmasa bir qudamnikini yerjak edim, jo'ramligini podarka etib yerjak edim deysiz. Metr kvadratini aytsangiz bo'ldi. Bolalar tasir so'rab boradi, hamma o'zi xudo xolasa ichida bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri. Nodiymiz, sog' bo'lasan, salomat bo'lasan. Endi sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Bugun birinchi marta endi nodiydi gilam bozorda ko'rishib turibmiz. Yana ham gilam bozordan nechik videolar aytish kerak bo'ladigan bo'lsa, shuni kommentariya yozib berasizlar. Biz sizlarga chiroyli narxlarni chiqarib berishga harakat qilamiz, to'g'rimi? Hammani bozorimizda kutib qolamiz. Xudo xolasa. Gilam bozorini hozir cho'tka deb narsani ko'rsatamiz, adresini, manzilini, qayerda joylashganini, buni chiroylatib sizlarga ko'rsatib beraman. Xudo xolasa, ekrandagi nomerlar bilan bog'lanib bemalol gilam bozoriga kelaverasizlar. Obunachilar, yurtdoshlar, gilam bozorini sizlarga manzilini to'liq aytib tushuntiramiz. To'liq aytib tushunib olsangizlar, orqaga xudo xolasa bozorimizga kelaverasizlar. Tushuntirib bering. Obunachilar, bu yandan yana Mangit Gullandan keladigan Gullan yo'l sentralniy moda bozor bor. Sisaforda bu tarafimiz eski mashina bozor. Endi bu tarafdan Xivadan gelecek vaqtda o'ng aylanasizlar masalan. Xiva, Qo'shko'pirdan kelsa, Gullan Mangitdan kelsa chapa. Shuda eski mashin bozorda o'tgandan keyin birinchi sitaforda aylanasizda, o'ngdan ya chapga. Chekka parnik ko'chada aytiladi. Chekka parnik ko'cha bor. Kelasizda bemalol shuda chap tarafda bo'ladi magazin. Bu tarafda yana 50 qalaba, menda 4 kilo bor, Beruniy bor. Ular keladigan bo'lsa, obxodnoydan kirib keladidan mechitdan o'tishi bilan chap aylanadi. Xudo xolasa chap aylananda 700-800 metr yurgan vaqtida yana xudo xolasa o'ng qo'linda keladi. Gilam bozor. Shundan ekranda nomerlar qoldiramizku. Ha, ekranda nomer bor. Hava. Telefon urib yurmang, to'g'ri Telegramga lokatsiya desizlar. Tashab berasiz. Isa. Hamma vaqti kelaveradi masalan. Ko'rdingmi? Lokatsiyada yozib qo'yinglar, qiziqqanlar bo'lsa, gilamni olib ketadilar. 5-6 dan keyin dastavkalarni nera bo'lsam, 4 yil bo'lami Beruniy va O'zbek, bu yoqda ining O'zbekiston bor, yangi bozor bor va gullar merina xudo xolasa qilib beraveramiz aga. Muammosi yo'q. Yurtdoshlar, gilam bozorining 2 dona filiali bor. Birisi stadionning yonida, o'zimiz Olimpiya stadionini ko'pchilik biladi.
stadion tarafdan, o Gürlenski tarafdan gelseniz stadiondan o'tgandan keyin o'ng tarafga qarasangiz gilam bozorda qo'ydi. Ben tarafı Racenter tarafdan kelaverish 19 yo'li. Ko'pchilik ham biladi. Bu yo'lni ko'rgandan ko'pchilikni yadına keladi. Ben tarafda yana katta dom, toza domlarning tagida gilam bozor magazini. Xohlasanizlar bu yerdan kelib xarid etinglar. Xohlasanızlar chekkaponlikka boringlar. Yo'llaringiz qaysana yaqinroq bo'ladigan bo'lsa, shu yerga kelib xarid qilaverasizlar. Ekranda nomerlar turibdi. Xudo xolasa arzon narxlarda eng sifatli gilamlarni sizlarga taqdim qilib turibdilar. Dastavkalari bol turibdi. Do'stlar, yana ko'rib turganlaringizdek, soat 6 dan boshlanadi dastavkalar. Stadiondagi filiallarni ham chiqarib beraveradilar. Xudo xolasa sizlarga ne o'ng'ay bo'ladigan bo'lsa, yana ko'rib turganlaringizdek, xudo xolasa gilam bozor. Mingni görüp birini alasız bırakım. Arkayın geleversiniz, ekranda nomerler bilen telefonlaşsanızlar WhatsApp, Telegram hemmesine cevap verediler.